Rox klinikasiga kelgandim. Menda hayz sikli buzilishi va vazn ortib ketishi bo'layotgandi. Bu yerda endokrinologga uchradim. Endokrinolog menga UZIga qog'ozni tekshirtirib ko'ring deb yozib berdilar. Hozir bularga keldim. Qog'imda unaqa katta muammo yo'q, lekin o'zgarishlar bor ekan, vaznim ortishiga ham sabab bor ekan. Hozir kerakli tavsiyalarni berdi menga. Vrachimizga kattakon rahmat. Hozirgi patsientimizda qalqonsimon bezda aytarli xavfli o'zgarishlar yo'q, lekin qalqonsimon bez o'lchami kichikligi, gipotiroz tashxisi qo'yildi va strukturniy holatida ozgina o'zgarishlari bor. Bu qizimiz yana gormonlarini topshirib, o'zlarini gormon dinamikalarini ko'radi. Qalqonsimon bez yetishmovchiligi sababli hozirgi vaqtda qizlarimizda hayz sikllarini o'zgarishi, sochlar to'kilishi, tirnoqlar sinishi va vazn ortishi yoki vaznni kamayib ketish holatlari ko'p kuzatiladi. Bu holatimizni aniq tashxislashimiz va davolashimiz uchun UZI tekshiruvidan o'tish maslahat beraman. Shu holatlar sizda ham kuzatilayotgan bo'lsa, UZI tekshiruvlaridan o'tishingizni maslahat beraman.